Ha? Nima bo'ldi? Kecha Dilnozani o'zi yiqildimi yoki siz itarib olganmisiz? Buni nima ahamiyati bor? Yiqilib tushdi bo'ldi-da. Zar qattiq bo'lganiga ko'zlari ko'rmay qopti, shuni tushunyapsizmi? Meni eshit. Qizing o'zi yiqildi. O'zi yiqilsa zar bunchalik qattiq bo'lmasdi. Bolamni ko'zini atrofi peshonasi ko'karib yotibdi. Oyoq ostida o'rlashmaganda shunaqa bo'lmasdi. O'zim ham sezgandim. Siz yiqitgansiz. Bo'ldi qil. Bo'lar ish bo'ldi. Agar rostdan ko'rmay qolgan bo'lsa, 1-2 kunda o'ziga kelib ketadi. Hech xavotir olmagin. Kelmas ekan o'ziga. Operatsiya qildirish kerak ekan.